Bak 68 koy. Kat deb olmabdi jumum. Qanday bo'lsa yangi yo'ringizdagi qo'lni. 39 ko'ylik qilyapti. Hisob. Ha. 39 ko'y paylanib qolsin, do'konni yangi ochib emasmi? Men tashriq tavasida maningdek ichilgan maraq do'koni yo'q-di. Shunga men tashriq do'stimiz bo'lib qolsin, mayli bozordan tashriq chiqib o'tirgan do'stimiz bo'lib qolsin, paylanib qolsin. Qanday yangi ochib olsa, tanlab olsin 39 ko'y. Bo'ldi. Bo'ldi. Açığınız qamsın hepsi. Araqlarımızdan turacıqqa hammani qivatmayli. Musaqmi basi bak azanka ma do'konda araqnochu. Lekin men talla yaşlıq qıpıram. Ma 19 koy qilgan ma'u sar o'liyo degaringizni qandig'ini va 9 koy 9 mal qıpıram buni. Bo'ldi. Ma oldin shavka sadikansiz-ku? Shavkalarimiz bor. Shavkalar o'ltirib bir foydalanib qolsin. Aniki men yerda araq vaki oshliqniki. Ma araqnimi 9 koy 9 mal qıpıram. Aç qarg'ay deb bakango. Bo'ldi qipirdi. Bunun 9 koy 9 mal qıpıram foydalanib qolsin. Andan keyin men mushuk ayiqqa ko'zim tushdi. Men ayiq bo'lgandan keyin ama ayiqnikini 9 koy 9 mal qıpıram. Bo'ldi qipirdi. Buni nega har qanday olib kelsa ashtaq birasiz. Davomli qachaq birimiz. Andan keyin men tashriq tavasida to'y qilib qolsak, bir restoranda qo'shg'dak araqli bormi deb so'rab qolsa, ashtaq araqli bormi? Bor. Maslahatchiga, to'yga mas qildigan araqlarimiz bor. Shu. Mush araqli shu. Mushunga hammasi to'yga mas kelamda. Hammasi to'yga mas qildi. Maraqni men qolsa kun bitta ishgan. Bo'ldi ekan, to'ma do'kon arakan-ku. Do'konniki hammasi. Ma sufitimi hali gavdan chiqdi ekan mana. Demak, araqlarimizning sufitimi gavdan chiqdi. Ichidagi suyma payzi. İşçilik. Bo'ldi hamsa. Mushunga ichida qon levasa. Qon levas bo'ladi. Bir sandıqni 165 koyda faoliyat qilib birma. Bo'ldi ekan. Yomon emas, biz 300 koyda deb ekanmiz. Mana mushundaq gavdan araqlar bilan ajmo 168 koy. Do'konnikiga markaliq. Unda olib qolsa qog'o araqlarimizning bahsi xizmat emas-ku. Yo'q, araqlarimizning bahsi qimmat emas. Bir tunishtiryapti. Maraqlar 39 koy. 39 koy. Qayjilan, hammasi bor. Qanjilan, hammasi bor. Shangyang bor. Shangyang bor. Mana uzum araqlarim bor. Uzum araqlarim bor. Bu araqlıqçu. 68 koy satyapti. Bu araqlarimiz 49 koydan faoliyat qilib biray. Uzum araqlari qanday deb qolsa 49 koy. Yangjo deb qolsa hamsa 39 koy. 39 koy. Chiqarib yurak bosqanlik qilib birli. Yurak bosqan, alt raqamini yo'llagan do'stlarimizga faoliyat qilib birli. Araqning turini ko'rib qilinglar. Hamma araqni so'zlasak, hamda so'zlab bulamog'dakimiz lavkoz va kan, shada va kan qayjilan. Nochini ichimsan, nochsi, muvofiq ichmasan, muvofiqi. Yanchonlik pulinglarga qarab, qandaqni ichmasanlar shu xil araqlar bor ekan. Bayam degandek maslahatcha tuyum bor desanglar, mana jo'ziq olsanglar bir hurmatinglar o'zinglar to'kmigidek araqlarni tizib qo'yibdi. Boshqa yaqin tuyuldigan maslahatchaga bir bas muvofiq. Lekin noch araqni qusam bo'ldi degan do'stlar, kelib ko'rib baqsanglar bo'lajimi? Yangi jo'zsanglar 39 koy, undan boshqa men oldig'imi yeshi qilib qo'yibdi. Araqni yerda elib, mushtaq muvofiq borda. Mash oldida o'ltirib, chavkalarni yeb, kassanglar bo'lgan mash tashriq bozorga hamsa yangidan qadimiy buloq araq do'koni rasmiy ochildi, ham tijorat boshlab bo'pti. Shu bozordan tashriq qilib o'ltiradigan yoki tashriq tavasiga do'stlarimiz bo'lib qolsanglar, kelib foydalanmasanglar bo'ldi. Mash faoliyat emas, buningdagi har qanday vaqtda mush bo'ladigan bo'ldi. Shunga film ko'plab taqib qo'yinglar mash tashriqdimi, shundaq qadimiy buloq araq do'konininki ochilganligini mash tashriq qilib do'stlarimiz bir bilib qolsin, foydalanib qolsin. Oldida o'ltirgan ayollar vaka ko'rib qolsanglar bo'ldi. Shunchalik sog'liqdan kech vaqt qilib qolsanglar, kabobdan baka kabob pishirib, meyada o'ltirib yeb ichib kassanglar bo'ladi ekan. Unda olib qolsa yurak besib kelishni qat'iy unutmanglar. Atrofimizdagi do'stlarimizdan foydalanib qolsin. Bundan boshqa bu yerninki yana faoliyatlar bor ekan. Mishak kelib shavko yeb qolsanglar, shavko yegan so'mmanglar 50 ko'ngil yesa, 19 ko'y qimdiki aqaraqdan birni haqsiz ko'ngil so'q qildi ekan. Shunga shavko umroq ham siqib ketdi hozir. Mushtaq avvallik yerda o'ltirib shavko yeb kelsak bo'lgan do'stlarimiz, mishak kelsanglar shavkoni 50 ko'y yetib bera olsanglar, orig'inglar haqsiz degan gap. Unda olib qolsa yurak besib kelishni qat'iy unutmanglar. Adresini endi bir tunishtirib atay. Mana bozor ichidan kelsanglar tashriq chiroq mushu Mush chiroq qiplam o'ng tarafga, tashriq o'tir tarafga mengib 10 metrli mansanglar ko'rishlar. Qadimiy buloq araq setish do'koni. Ma do'konni 24 soat ochidika. 24 soat ichida o'ltirgan bo'lsanglar, araq lozim bo'lib qolsa, mush og'irimizga telefon qilsanglar, yetkazib birdik ajmolar. Mush araq lozim tek kelolmaydim degan do'stlarimiz gachi telefon qilib aloqalashsanglar bo'ladi. Aloqalash telefon nomerini deb qo'yib. Aloqalash telefon nomerim 155 99 74 92 24. 24 soat telefon qilsanglar, har qanday yeringizga olib beramiz. Bir mocha kira elinmaydi araqqa. Kirasım yo'q ekan, hamsa shu araq lozimlar, maslahatchiga araq qo'shmoqchi bo'lganlar, undarga gachi qaytiblam, araqlarni tanlab bersanglar, olib berdik ekan, kirasi yo'q degan gap. Uni olib qolsa, foydalanib qolinglar. Ko'plab bir taqdiqlar davomli mashaq yangilik urular ichilsa, yangilik faoliyatlar davomli chiqarib turmay, meni qo'shib olishni unutmang. Rahmat.